Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan uzun marketdan olgan narsalarimni raspakov qilamiz. Uzunaqa ko'p narsalar, 2 dona narsa oldim, shuni ham ko'rsatgim keldi. Hop, birinchi olgan narsam shtativ. Shunchalik uchun kadr ortida mani hech kim syomka qilmaydi. Men o'zimning videolarimni o'zim syomka qilib, keyin montajlab Instagramga joylayman. Bu narsa menga juda ham kerak bo'lgani uchun men buni sotib oldim. Bu narsani xuddi shunaqasidan bitta tanishim sotib olgan edi. Buni ishlash prinsipini ko'rib, menga yoqib qolgani uchun men xuddi shunaqasidan zakaz qildim. Buni ochib ko'rsatam. Mana, u xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni mana qilib aylantirib, keyin telefonimga joylashtirib, keyin videoga olinadi. Buning nima taraflari menga yoqqan? Menga eng yoqqan tarafi bu. Bunaqa kichkina mini pulti bor ekan. Bu pult nimaga? Bu Bluetoothda ishlaydi. Telefoningizga ulab qo'yasizda, o'rtasidagi bitta knappani bossangiz, rasmga oladi, videoga oladi, boshqa programmalarga ham kirib chiqsa bo'ladi. Xuddi telefonni pultidek. Shu bilan boshqarsa bo'ladi. Tarafi yoqdi. Ikkinchi yoqqan tarafi juda ham qulay va kichkina. Sizni bemalol sumkasiga solib olib ketsam bo'ladi. Terma zashiti. Buni hammasi tushunadi. Sochni ukladka qilishdan oldin sekinlarda soch tushib qolmasligi uchun. Men ko'zlarni ishlatayotganimda, ayniqsa ishga ketayotganimda gradiyentni baland qo'yib yotib qolganimdan sochim uchrab kuyib ketyapti. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videoni oxirigacha kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Har aytgancha hammalarni kirib kelayotgan bilan tabriklayman. 2026-yil hammamizga baxt, omad kelsin. Hammaga xayr. Yangi yillarni yaxshi o'tkazib olinglar.